Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Xudo xohlasa bugun botimizga qanday qilib avto to'lov ulashni ko'rib chiqamiz. Demak, biz boshlaylik. Xo'p, birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda botimizga kirib olamiz. Mana hozir o'tkazishni bosgan paytimizda Payme va oddiy o'zimiz qo'lda qo'shgan humomiz mana. Endi shuni qanday qilib avto to'lov qilsak bo'ladi? Birinchi o'rinda UzProPay degan botimiz bor. Start bosamiz. Xo'p, bundan birinchi do'kon ochib olamiz. Buni deyarli hamma tushunadi. Xohlagan odam buni qila oladi bemalol. Profil va pul kiritish va hokazo bekor qilamiz va mana hammasi ishlaydi. Ya'ni shundan ro'yxatdan o'tib olamiz. Birinchi o'rinda do'konlarim va ro'yxatdan o'tib ma'lumotlarga kirgan paytimizda bizga Shop ID va Shop Pay beriladi. Mana shu narsa bizga muhim. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin kanalga tashlab qo'yaman. Humo Kart bot va Kart xabar bot. Mana shu ikkita bot bor. Mana agar sizniki Humo karta bo'lsa, mana shu botdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Agar sizniki UzCard bo'lsa, bu botdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak va ro'yxatdan o'tganlaringizdan keyin nima bo'ladi? Mana shunday amaliyotlar to'liq sizga kelib turadi. Masalan, 1000 so'm qo'shildi, 2000 so'm ayrildi, 3000 so'm qo'shildi, 31000 so'm ayrildi. Mana shunday kelib turadi sizga. Mana shu eng muhim qismlardan bittasi. Xo'p, endi ikkalasidan ro'yxatdan bittasi qaysidan bo'lsa, ro'yxatdan o'tganlaringizdan keyin mana shu Shopkey bilan Shop IDni olib olasizlar. Xo'p, olganlaringizdan keyin bu men mana avto to'lov boyagi kanaldagi shunga kirib olaman. Qo'y kerak bilan. Xo'p, endi mana buni ko'chiramiz. Birinchi Shop ID 16 bo'lsa shuni yozib olaylik. 16 va Shopkey emas. Shopkey kiritamiz. Buni nusxa olamiz o'zida. Chiqamiz va endi o'sha biz yaratayotgan hozirgi hostimizga o'tib olamiz. YouTube deydi, bot deydi, bot PHP'da va SQL tahrirlovchi. Xo'p, mana shu qismiga bossak bo'laveradi. Mana taqlaymiz. Xo'p, keyin yana eng muhim narsalardan bittasi to'lovni tasdiqlash jarayoni. Brauzer orqali ko'rish qilgan paytimizda mana tepadagi havola bor, mana havola. Havoladan nusxa olishimiz kerak. Mana nusxa oldik va mana shuni qo'yamiz mana shu saytingiz o'zingiznikini o'rniga. Boshqa joyga qo'yilib ketdi bu. Xo'p. Mana bu yerga qo'yishimiz kerak biz. Saqlaymiz. Endi ikkinchi blok. Xo'p, mana shuni nusxalab olamiz. Va bu yerdan qidiramiz endi. O'sha har doimgidek Fint va Payme menu deb qidiramiz. Menu Payme'dan menu teng Payme. Mana chiqdi. Birinchisi emas, yana pastga tushiramiz, ikkinchisi bor. Ikkinchisidan men pastroqqa tushirgan paytimiz mana katta Payme deb yozib qo'yibdi. Mana bu yerda Payme bor. Siz o'sha Payme'ni bemalol o'chirishingiz mumkin, chunki sizga kerak emas. To'g'risini aytsam, bu ishlamaydi. Biz botimizda mana shuni o'chirib olamiz. Mana, ya'ni keyboard qismidagi Payme o'chirib olamiz. O'chirib olib turib buni qo'yamiz. Bu Humo deb turibdi, lekin xohlagan karta bo'laveradi. Chunki botni yaratayotgan paytimizda Humo deb ketgan. Boshlanishda Humo edi, keyin UzCarddan qo'shilgan. Va endi keyingi qism mana bu qism. Bu ham muhim ancha. Sababi bitta muammo bo'lsa, bitta muammoga aylanib ketadi bu. Qilib oldik va endi buni mana bu Payme qismidan oldin qo'yaveramiz mana shu. Mana shu qismni oldin qo'yaveramiz mana shu qismga. Mana qo'ydik, saqlaymiz. Endi bitta muammo bo'lib qoldi. Mana bu yerda bitta pochtarmoq ishlab qolishni o'chirib olamiz. Ya'ni buni qo'yib turib pochtarmoq yopib yubordi avtomatik, chunki bu tomonda pochtarmoq yo'q edi. Endi oxirgisi mana buni nusxalaymiz. Nusxaladik va botimizga qo'shamiz. Mana qarangizlar azizlar, mana bu yerda katta joy tashab ketyapti. Hop, buni qanday qilib chiroyliroq qilish mumkin? Hozir bu ko'rimsiz bo'lib qolgan. Buni saqlashni bosamiz va orqaga qaytamiz. Oddiy tahrirlovchiga o'tamiz va eng oxiriga o'tamiz. Oxirgi mana adosiydan keyin boyagi nusxalagan kodimizni qo'yamiz.
qo'yildi, saqlashni bosamiz. Endi VC kodi tartiblovchiga o'tib, pastga o'tsak, mana bir tekis chiroyli udar bo'lib chiqdi. Xo'p, endi buni saqlaymiz. Bu ishimiz bitdi. Faqat bitta ish qoldi, uni oxirida qilamiz. Saqlaymiz va botga o'tib olamiz. Xo'p, do'stlar, mana pul bosamiz. Men boya aytgan narsam shu, mana shu ikkinchi qismini keyinroq qilamiz deb. Hozir kabinetni bosib turib pul kirishni bosamiz va mana avtoto'lovga bosamiz va bu yerdan bironta summa kiritamiz, masalan 1000 so'm. Mana ushbu kartaga to'lov qiling deydi va kartadan nusxa va so'mdan nusxa. Endi ko'ramiz. Hozir men pul tashlayman 1 sekundda. Mana pulni o'tkazdim va birinchi o'rinda mana pul o'zi tushdi. Mana hisobingizni to'ldirildi. Men hali kirganim ham yo'q edi. Vaqtigacha qarang, meni 554, men kirganim yo'q. To'lov qildim deb bosgan paytimizda to'lovingiz tasdiqlandi deydi. Endi bu qanday bo'ladi? Tashqi to'lov tasdiqlandi. Mana bu xabarni o'qiydi. Mana shu xabar kelgan paytda mana o'qiydi. Va mana tashqi to'lov tasdiqlandi. Xo'p, do'stlar, tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mana shuni ketma-ketlik bilan bajaramiz. Bironta muammo chiqsa, kommentariyaga yozaveramiz. Ya'ni mana bu UzPropayda ro'yxatga o'tishda muammo bo'ladigan bo'lsa, yanada to'liqroq tushuntiraman. Sozlanmalarga provider eng muhimlaridan bittasi Humomi, UzCardmi yoki Klikmi. Ya'ni xabar keladigan joy qaysi bot? Humocard botmi yoki UzCardmi yoki Klikmi? O'sha muhim. Va yana bitta muhim joyi telefon raqami. Telefon raqami ham muhim, karta ma'lumotlari ham muhim. Karta ma'lumotlari noto'g'ri bo'lsa, tekshirayotgan paytda muammo bo'lishi mumkin. Demak do'stlar, video tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Mana 100% ishlab turibdi. Endi qarangizlar, mana bu qanday rangli, rangsiz va nima uchun bunday bo'lib qoldi rangsiz? Va start bo'lsa yana shunday bo'lyapti. Buning bitta sababi va boya aytib o'tgan qanday qilib pul kirishdagi muammoni to'g'rilashni ko'rsataman. Ya'ni bu yerda biz o'tgan safar aytib o'tgandim. Hop, yana fin deb qildik. Fin. Mana buyurtma berish. Mana qarangizlar, bu yerda bittasida mana style va icon custom emoji bor va tepadagisida bo'lsa, mana tepasidagida yo'q. Mana shu qismi eng muhimlardan bittasi. Agar mana shunday muammo bo'lsa, mana shuni ham to'g'rilab qo'yish kerak. Orqasiga style va so'kirish deb yozib qo'yish kerak va o'sha icon emojini qo'yish kerak. Va ikkinchi masala pul kiritishdagi muammo, ya'ni avtoto'lov chiqmadi-ku, boya pul kiritishni bosganmiz. Endi menu teng iMega o'tamiz. iMega. Mana buni nomini o'zgartirib qo'ysak ham bo'ladi. Masalan, avto to'lov va callback dataga bo'lsa menu paymenku o'shani menu homoga o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ldi. Endi start saqlaymiz va botga qayta start bosamiz. Xo'sh, nimadir muammo bo'ldi. Mana buni ochiqroq qo'ydik. Yopaylik sal. Yopamiz va birodarroq qilib ko'rish kerak. Demak, qayergadir xato qo'ydik hozir. Buyurtma berish qismida yozib o'tmayman. Demak, mana shu yerda bitta mana bunday bo'lib qolgan ekan. Bitta virgulli qo'shni qo'yib olishimiz kerak. 2 nuqta saqlaymiz va brauzer orqali ko'rish qilamiz. Mana ishlab turibdi. Endi o'tamiz. Mana start bosdik, kirishni bosdik. Avtoto'lovda bossak, keyingisiga o'tadi, keyingi stepga va shunday ishlab boraveradi. Mana bu so'mning oldidagi belgilarni o'zlaringiz bemalol o'zgartirishlaringiz mumkin xohlagan formatda. Shunaqa gaplar do'stlar, to'liq tushuntirishga harakat qildim. Xudo xohlasa to'liq tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Xo'p, sizlar bilan X-Uz-Pro jamoasi bo'ldi. Agar bironta kamchilik yoki bironta muammo bo'lsa, bemalol mana shu kanaldagi kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Va eng muhimi, keyingi videoda xudo xohlasa nomer tizimini qo'shamiz. Bu xuddi shu botimizga kanalda aktiv bo'lamiz. Sizlar bilan Axborxon Safarov X-Uz-Pro komandasi bo'ldi.